Assalomu alaykum kursimiz kuzatuvchilari. Bu navbatdagi video darsligimizda biz BMG Drive'da ikki xil terminni ko'p ishlatamiz, ya'ni mod hamda 3D model degan narsa. Bu ikkalasining farqi nimada? Birinchi navbatda biz mod nimaligini sizga hozir tushuntirib beraman. Xo'p, mod bu qisqa qilib aytganda, sodda qilib aytganda, bu mashinalar hisoblanadi. Ya'ni bu mashinalarni biz harakatlantirsak bo'ladi, lekin katta-kichik qila olmaymiz bu yerda. Misol uchun F11 ni bosgan vaqtimizda biz mashinani tanlashimiz mumkin. Buni joyini o'zgartira olamiz. Misol uchun har xil joyga ko'chira olamiz mashinani, lekin biz uni razmerini o'zgartira olmaymiz. Mana biz razmerini o'zgartirish buyrug'ini bergan vaqtimizda bizda bunday funksiya chiqmayapti. Demak, bular 3D mod deb ataladi. 3D obyektlar esa mana bunday ko'rinishdagi har xil uychalar yoki mana bu ko'rib turgan speed bumpimiz yoki suv yoki mana shu kartadagi barcha daraxtlar, toshlar hammasi bizda 3D obyekt hisoblanadi. Bularni kattalashtirishimiz yoki kichkinlashtirishimiz mumkin. Shuning uchun bu 3D model hisoblanadi. Bu kattalashtirganimizda bizda hech qanaqa muammo tug'dirmaydi. To'g'ri, ba'zi bir modellar kattalashtirishda, kichkinlashtirishda 3D obyektlar ham muammo tug'dirishi mumkin. Hammasi ham katta kichik bo'lmasligi mumkin, lekin 99% holatlarda mana shunday kattalashtirish va kichkinlashtirish imkoniyati 3D obyektlarda bo'ladi. Chunki bularni fizikasi boshqacharoq, ya'ni bular harakatlanishga majbur emas. Ko'p holatlarda biz bularni harakatlantirmaymiz. Mana dammiylarni ham misolda ko'radigan bo'lsak, bular to'g'ri, bu ba'zi bir vaziyatlarda bu mod hisoblanadi, ya'ni bu harakatlanadigan mod hisoblanadi, lekin biz buni katta kichik qila olmaymiz, lekin bu ham 3D obyekt sifatida foydalanishimiz mumkin. Shu joyda ba'zi bir chalkashliklar bo'lishi mumkin. Endi asosiy sodda qilib tushuntirganimizda mana shu mashinalar mod hisoblanadi. Mashinadan boshqa mana shu kartamizda ishlatilgan barcha o't-o'lanlar, asfaltlar, daraxtlar, suvlar, olovlar, lavalar, mana shu speed bumplarning barchasi 3D obyekt, ya'ni 3D obyektlar hisoblanadi. Shu ikkalasining farqini bilib olsangiz, keyingi darslarimiz siz uchun anchagina oson bo'ladi.